Yozmoqchimisiz aka? Ha? Bo'l, protokol qog'ozda tuzing aka. Piyodaga yo'l berdik-ku. Aka o'zingiz ham hujjatingizni ko'raylik. Unga aloqasi yo'q aka, sizga qo'yaman. Hurmatli yo'l chetidan. Chetidan. Qayerda bu? Qayerda turadi? Chekka chiqaringda. To'liq videoga olib. Hujjatlaringizni ko'rsating mana. Bular. Hujjatimni o'zingiz ko'rishingiz mumkin, videoga olishingiz mumkin. Yo'q, ko'rdim mana aka. Hujjatingiz. Videoga olishingiz mumkin emas aka sizni. Nega? Hujjatimni yo'q, hujjati yo'q. Hujjatlarni taqdim qiling. Hujjatlarni taqdim qiling. Qarang, hujjatlarda tekshirish mobaynida aniqlangan barcha qoidabuzarliklar qonuniy chora ko'riladi. Vazirlar Mahkamasi 975-sonli qarorda 8-bandda ko'rsatilgan tartibda bo'ldi, gapsiz bo'lish mumkin. yo'l patrul xodimi ijrochilar yordamida qoidabuzarliklarni aniqlaydi aka. Hujjatlaringizni taqdim qilasiz, hurmatli. Ber, pasport, ber pravani. Taqdim qiling-da aka unda. Ber pravani, ber. Okey. Aka peshobga yo'l berdik-ku. Qanaqa 10 bo'lgani uchun to'xtatyapsiz, to'g'rimi? Ha. Siz menga qo'shimchasiga aka buni aka misol uchun peshobga bo'lsa ishda ortiq odam bo'lgan qo'shimcha chora ko'riladi aka. Hammasi qo'shimcha nima aka? Qo'shimchani gapiring. Qo'shimchani gapiring. Ma'muriy javobgarlik ko'rsatasiz, qatnoqsidan chetga chiqib olasiz. Qo'shimchani gapiring aka. Mashina menikida. Qo'shimchani gapiring aka. Aka, aka bu tartibga olingan. Qoraytirilgan holda bo'lishi kerak. Mumkin aka. Buni ham o'zizga bitta video. Bu mumkin aka, 100%. Bu mumkin aka. Amerikanga fara mumkin. Mumkin, lekin ichida let tartibga olish kerak aka. Aka, mana. sizda hammasi joy qarorini aka o'zingiz hujjatingizni ko'raylik aka. Men haydovchi ko'rsaman aka. Nima yozmoqchimisiz aka? Ha? Bo'l, protokol qog'ozda tuzing aka. 2024 Bek yo'q. elektron bo'lsa men talab qilyapman qog'oz olyapti. Qashqadaryoda qonun boshqachami? Toshkent viloyatida, Toshkent shahrida unaqa emas lekin. Mana shu fara mumkin emas ekan. Fara deyapti aka sizga. Siz fara dedingiz-ku, mana zapis turibman aka. Lechiroq o'rnatib olgansiz. Familiyasini o'qi. Chitverdan Boltayev Fayzullo Berdi o'g'li. Qayerga chiqay? Yo'lni qatnoq qismidan qayerga aka? Yo'l harakatidan 19. Qayerga chiqamiz aka? Yana mana siz ham qatnoq qismidan chetga chiqing. Qatnoq qismidan chetga chiqing. Aka siz ham chiqingmi demayapsiz? Bo'ldi, chiqing. Mana o't bo'pti, o't. Mana o't. Protokol qog'ozda tuzib olib kelsin protokol. Aka qog'oz protokolga tuzing aka. Chunki siz nohaq yozmoqchi bo'lyapsiz-da. Aralashmang. Nimaga? Ikkalasi ishga aralashmang. Aralashmang aka. Yo'q-a? Siz gaplashaverasiz, aralashmang bo'ldi. Bo'ldi, qog'ozga tuzsin. Aralashmang. Bo'ldi aka. O'zingiz syomkasi qilavering, bemalol. Bo'ldi aka. Sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik ko'rsatamiz. Biz necha chiqadi? Yo'q aka. Qog'ozga tuzing aka. 2020-yil 23-iyunda Yo'q, qog'oz bor, hali. 100%mi? Qarang, savolga javob bering. Ma'muriy javobgarlikka tortilayotgan shaxs ish materiallari va tanish 100%mi deyapman. Qog'oz protokol ko'ryapman. Yo'q, planshetga yozsa shikoyat qila olmaysan, qog'ozga yozdim. Yo'q, qog'ozga. Qoraytirilgan bo'lishi kerak. Yo'q, biz harakat davom ettirmaymiz, turaveramiz, bizga farqi yo'q. Qog'ozga tuzak bo'ldi. Qog'ozga qo'l qo'yib beraman. O'zim bo'ldi bo'lsin. Tushuntirib bering, o'sha qayerda nima qilganini ajab. Yo'q, yoqda pishqot bering, sizga. Bor, tushuntirib bering. Qarang, sizga nisbatan chap mayli. Sizga nisbatan to'siq qayerda bor? To'siq. Bor. To'siq qayerda bor ekan? To'siq qayerda bor ekan? To'siq yo'q ekan. Bu bidon ichkariga emas aka. Bu yo'l mana shu yo'l. Bu ichkari bo'ldi. Bidon ishlayapsizmi? Ha? Nimaga aka? Qatta tur aka? Yo'l harakati qoidalarini. Bo'ldi, zo'r aka, mana bo'ldi. Baribir qog'ozga protokolga tuzdiramiz. Aqlli ekansizlar hammalar. Yoqmayapti-da sizlar syomka qilganimiz. Ha? Nima u? Ha? Gaplash dispetcherskiy bilan. Qog'oz protokol olib kelsin, qani biz qarshimiz. Yo'q. Yo'q. Sporniy vaziyat u qani? Ko'rak. Ne o işte turibsiz.
Assalomu alaykum. Qalaysiz? Men mikrofonni taq. Men gaplash, qani? Bitta gaplashyapti. Xolisga o'tmaydi, qog'ozda olib kelsin, xolisga o'tsin. Keltirib Sen bosma planshetga, umuman bosma. Chunki qog'oz protokol so'rayapmizmi, javob beradi ertaga.